Shunaqa stilni aravachamni olib, men ham bozorga yo'l oldim. Qizlar, bugun sizlarga Istanbulda Yoyma bozorini, ya'ni payshanba bozorini obzor qilib beraman. Nimaga payshanba bozori? Chunki faqat payshanba kunlari ochiladi. Yozgi mevalar ayni pishgan payti, lekin nimagadir bu yil mevalarning narxi juda ham qimmat bo'lib ketibdi. Ayniqsa gilos 350 lira dedi. Ya'ni bizani so'mga o'giradigan bo'lsak, где-то 120 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Bilasizlar, turk ayollari qo'l mehnatiga juda ham katta ahamiyat berishadi. Shunaqa ro'mollarni chetiga munchoqlab, stollar tikib sotishadi va buni qimmatga sotishadi. Oziq-ovqat, kiyim-kechakdan tashqari uy uchun xohlagan narsangizni topsangiz bo'ladi. Misol uchun mana shu gilamlar, daroshkalar ham, даже pardalargacha ham sotiladi. Turkiyani o'zi tekstil ishlab chiqargani uchun tekstilli narsalar juda ham arzon. Misol uchun detskiy mana shu futbolkalarning narxi 60 mingdan boshlanar ekan. Mana bu sporgini qaranglar, shuni alohida sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Kaltaligini, buni supurish uchun belinglar belangi bo'lib qolish kerak edi. Yaxshi ham kelinlar bitta ertalabdan uxlay turib hovli ko'chalarni supurishmaydi. Xullas, yana bitta menga yoqadigan narsa shunaqa tayyor xamir sotib olish. Bu xamir yufqa xamiri deyiladi. Bundan xohlagan narsangizni pishirsangiz bo'ladi. Qaranglar, qanaqa udobniy. Keyin mana zaytunlarga keldik. Endi zaytunlarni xohlaganingizni olsangiz bo'ladi. Narxlari 250 liradan boshlanar ekan. Bu degani где-то bizani pulda 70-80 ming so'mdan boshlanadi kilosi. Keyin shunaqa chet rezinkali plastina ko'rib qoldim. Qizlar, buni narxi 60 ming so'mdan ekan. Katta razmeri bo'lsa 70 ming so'm bo'lar ekan bizani so'mda. Bugun ujinga biber dolmasi qilishga qaror qildim. Shuning uchun bolgarskiy perets oldim. Bolgarskiy perets bizani so'mda 11 ming so'mdan ekan. Keyin shunaqa hijobli ayollar uchun ko'ynaklar bor ekan. Bu ko'ynaklar narxi 500 liradan boshlanadi. Ya'ni 160-170 ming so'm atrofida bo'lar ekan. Xullas, narxlarni o'zingizlar solishtirib, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Keyin menga yaqinda bitta kuzatuvchim yozibdilar. Bozorni nimaga o'zingiz qilasiz? Eringizga aytsangiz bo'lmaydimi, qilib bersalar bo'lmaydimi deb. Turkiyada uy bekalari hammasi deyarli 90% bozorligini o'zi qiladi. Menimcha, men ham shu narsaga o'rganib qolgan bo'lsam kerak.